Yaqında jurnal ko'rib o'tib, Atalar bayramining kelish tarixi so'zlangan bir yozmani o'qib qoldim. Yozmaning ostiga bir dadaning bolasini hapash qilib mangan ko'rinishi qistirilgan bo'lib, rasm ustiga inglizcha harflar bilan to'limi yiqimliq "Dada, men seni so'yman" degan xatlar yozilgan edi. Rasmga qarab, xiyollar dengizda layliginimcha uzoq o'ltirib ketdim. Esimni bilgandan beri dadamning bayramini tabriklab baxmabdiman. Eg'zimdan "Dada, sizni so'yman" degan gapning chiqqanini bilmayman. Ajaba, men dadamni so'ymasmanmi? Bu balalarcha xiyolimdan meyiqimda kulib qo'ydim. Bu kulka o'zimni ayiblash uchunmi yoki balaliqimdan xijillik his qilishmi aniq bilmaydim. Men dadamni nihoyat yaxshi ko'raman. Dadam boshqalarning dadisiga o'xshashla ulug' dada. Hatto dadamni hech kimning dadisi bilan selishtirgim yo'q. Xuddi boshqalarmi dadalarini hech kimga tanqimagandek. Aras. Bu yil dadamning bayramini cho'qim tabriklay. Hech bo'lmasa oddiy sovg'alarni tayyorlab, uning bayramini muboraklay. Tuyuqsiz aqlimga kelgan bu xiyol menga qaytadan tabassum ato qildi. Ammo rostini aytganda, mening dadamning bayramini tabrikligim yo'q. Dadamning bizga kuyindig'ini, bizni jenidan aziz biladiganini bilib turaman-u, ammo uning qo'pol ovozini, surlik chiroyini o'ylasamla bayramini tabriklash xiyolimdan voz kechkim keladi. Onalar bayramida hech ikkilanmasdan hadam orqali bir yipak yog'liq bilan bir atlas ko'ynakni sovg'atliq sifatida opamga yetkazib bayramini tabriklagan edim. Telefon orqali "Apa, bayramingizga muborak bo'lsin. Bizni boqaman deb ko'p jafo tortdingiz. Rahmat sizga. Apa, men sizni so'yman" degan vaqtimda garchi ko'zlarimni yugansiz yoshlarim g'uvolashtirib o'tgan bo'lsa-mu, ammo opamga yurak so'zlarimni qo'rqmay anglatgan edim. "Jinim balam, rahmat. Jafo tortmasangmi bo'ladi" degan gapni oralla deyadigan. Mamnunligini, xushalligini yo'shirolmay qolgan edi. Opam uchun yog'liq, ko'nglak va yoki dasti gullarning buyum emasligini, har kuni unutmasdan qilgan telefonlarimning uning uchun bayramlik eng oliy sovg'a ekanligini obdan bilaman. Shunlashqimi men uchun opamning bayramini tabriklash ancha tasqi to'xtamaydi. Ammo nima uchunkin dadamning bayramini faqatla tabrikligim yo'q. Har qaytim hit bayramlarda uyga telefon berib, butun urug' tuqqanlar bilan soatlarcha hit salomlarni yo'llashib, hol ahvol so'rashib deyishmaydigan gapimiz qolmaydi. Eğildiki qo'y kallarning qanchisi qozonga kirib bo'ldi, qanchisi sog'-salomat qoldi deganlarni deyishgili tas qolamiz. Ammo telefon dadamning qo'liga o'tganda gap so'zlarimiz to'limi qisqa bo'ladi-ki, paranglarimiz 10 sekund ichida tugab qoladi. Ba'zida opamga telefonni dadamga bering demisam, balkim dadam bilan hechlik salomlarni deyishmasligimiz mumkin. Dadam ana shundoq qalbida gulxon bo'lib yenayotgan muhabbatini necha eg'iz gap bilan ifodalashni ortiqcha deb o'ylaydigan bir inson. Shunlashqamikin uning bayramini tabrikligim yo'q. Kichik chog'larimda opamdan to'limi soddilacha men dadamga o'gaymi deb so'rab turib olatdim. Opam ba'zida "Nahadiki gaplarni qilma" deb qo'yatdi. Ba'zida xafa bo'lib tillab ketadi. Ba'zida o'nsiz yosh to'katdi. Men bo'lsam opamning yuragini bir qismi qilib qo'ygan savolimni tezlik unutib qolardim. Biroq necha kun o'tmayla u savolni yana takrorlaydim. Ichimda dadam meni yaxshi ko'rmaydi degan xiyol g'alyan ko'taradi. Bu xiyollarim toki oliy maktabga o'tguncha meni beorom qilib kelgan edi. Oliy maktabga o'tgan yili dadamning meni yaxshi ko'rdiganligini, farzand muhabbatini tilida emas, dilida saqlaganligini tushungandek bo'ldim. Shu yili dadam meni vokzalga uzatib chiqguncha uzoqdan uzoq nasihatlarni qildi. Yaxshi o'qishim kerakligini, oddiy dehqonning o'g'li ekanligimni unutmasligimni,
Yaman yo'lga mangmay, yaxshi odam bo'lishim lozimligini so'zlayotgan dadamning ovozining tuyuqsiz o'zgarib ketganligini bayqadim va beshimni asta ko'tarib dadamga qaradim. Uning surli ko'zlaridan necha tomchi yosh mang'izni bo'ylab sirg'ishga boshlagan edi. Tunji qitim dadamning men uchun yosh to'kkanligini ko'rgan bo'g'ashqa hayronlikda dong etib turib qolgan edim. Elimo g'uva esimda turibdi. Kichigimda meni ish tishlaganda opam qo'rqindan yig'lab ketgan edi. Ammo dadam ayiblash nazari bilan qarab meni tillagan edi. 12 barmoq uchay yarasi bilan operatsiyaga kirmoqchi bo'lib yig'lab ketganimda opam andish qilib men bilan tang ko'z ish qilgan edi. Biroq dadam yanada shu surlik chiroyi bilan g'umyib meni o'zining haybisi bilan operatsiya xonaga kirgizgan edi. Ammo shu kuni meni oliy maktabga uzatgan shu kuni u tunji qitim irodasiga xilof holda mening oldimda yosh to'kdi. Dadamning gaplariga beshimdan eshitdim. Ortiq gap qilolmadim. Bo'g'zimga kaplashib qolgan ochiq bir narsa meni beorom qilib atdi. Ammo uni chiqarishga jur'at qilolmagan edim. Poyizga chiqibla ondan o'zimni qo'yib etib, vuqildab yig'lab ketdim. Ha, dadam meni yaxshi ko'rdi ekan. U mening o'z dadamkan. U meni yaxshi ko'rdi ekan degan cho'qalla qalbimni larzaga solmoqda. Ko'zlarimdan eqiyotgan yoshlarning uydagilarga qiyolmasdan to'kilganini va yoki dadamning meni yaxshi ko'rdiganligini bilginim uchun taramlayotganini aniq ayırayolmayman. Balkim har ikkilisi bor. Bo'lmasa, cho'pchung o'g'il bola turib, uncha ko'p yo'lovchilar oldida buqildab yig'labmi yurmas edim. Oliy maktabni Beyjingda o'qidim. Davlatimizning poytaxti bo'lgankan, hamma sharoitlarning yaxshiligini, partiya va hukumatning eng yaxshi siyosatlarining biz uchun har zaman qo'laylik yaratib turdiganligini uydagilar bilib tursa-mu, ammo ota-onalik qalb ularni yanada tashvishga solatdi. Mendan ansirabli turadi. Albatta, bu xil farzand mehri faqat opamning og'zidan chiqadi. Opam bilan telefonda kunda paranglashsam-mu, dadam bilan oyda faqat birer qitimla necha sekund vaqt chiqarib paranglashib qo'yadi. Garchi uning meni yaxshi ko'rdiganligini bilsam-mu, ammo u yanada burunqi surlik dadam bo'lg'ashqa ortiq gap qilishdan qo'rqatdim. Shu qo'rqinch menda hali ham bor bo'lg'ashqa dadamning bayramini tabrikligim yo'q edi. O'zingning dadasi tursa, nimadan qo'rqsan deydiganlarmi bor. Ammo bu xil qo'rqish qandaqdir alvastidan qo'rqqanga o'xshamaydi. Kichik vaqtimizdagi qorong'udan qo'rqishlardek balalarcha qo'rqishma emas. Muallimning topshiriq tekshirishidan qo'rqqandagi o'tkinchi qo'rqishlarmi emas. Bu shundaq bir qo'rqishki, uningga muhabbat singan, ko'ngil ichiga o'rnagan, hurmat va ishonch yo'shiringan murakkab bir qo'rqish. Uning ustidan g'olib kelishning tasdigini menga o'xshash hissiyatda bo'lib baqqanlarga bilsa kerak. Ammo bu yil dadamning bayramini tabriklamasam bo'lmaydi. Elimo talay yillar o'tdi. Burungi men kichik desam ish tugatdi. Lekin hozir menmi cho'ng bo'ldim. Beshimga magistr aspirant degan qalpoq kiyilgan yigit bo'ldim. Har yili mushunda qo'qish ichida har bir bayramni qo'ldan berib atsam, kunla oyla yillarni qo'g'lab dadam biz bilan vaqtsiz xo'shlashib qolsa, u chaqda kimning bayramini tabriklayman? Pushaymonni oldiganga qayerdan qocha izlayman? Dadamning bayramini tabrikligim yo'q edi. Chunki qo'rqatdim. Telefonning qarishisidan uning surlik ovozi anglansila, kallamda yezivag'an gaplarimning mamikapdek tururda uchib ketishi turganlik gap. Ammo men yurakli holda gaplarimni aytalasam, dadam cho'qim xo'sh bo'ladi. Surlik ovoziga mehrlik tus berib, "Rahmat o'g'lim" deydi cho'qim. Dadam rostilla shundaq dami ha? Voy. Mening rostilla dadamning bayramini tabrikligim yo'q. Amaliyotda bu mu dadam menga ato qilgan bir xil sehrlik mehr.
mushu qo'rqish dadam bilan ikkimizni bog'lab turdi. Mushu qo'rqish meni har doim tirishishga undaydi. Mushu qo'rqish bo'lg'achqila imtihonlarda yaxshi nomer elib, dadamning mamnuniyat balqigan illiq chiroyini ko'rishni umid qilib keldim. Mushu qo'rqish orqali har doim chidamchan bo'lishni o'rgandim. Bu qo'rqish menga yosh to'kmaslikni, mardonlikni, dadamga o'xshash erkak bo'lishni o'rgatdi. Dadammo opamga o'xshash menga doim mehrini tili bilan izhor qilib turgan bo'lsa, balkim men mehr bo'shigida allaylinib uxlab qolgan. Yigitlik bo'sog'isidan mag'rur qadam ilib otlayolmagan bo'lar edim. Opam menga mehr bilan odimiylikni o'rgatsa, dadam menga qo'rqitish orqali yigitlikni o'rgatdi. Yigitlik jasoratga farzandlik muhabbatni qo'shib, dadamning bayramini tabriklay. Qo'rqmay turib telefon qilay. Dadam cho'qim xush bo'ladi. Telefon qilib, yuragimdagi uzun yillardan buyon aytolmagan shu bir ig'iz yurak so'zimni aytay. Dada, bayramingizga muborak bo'lsin. Men sizni so'yaman. Siz mening faxrim.